Assalomu alaykum aziz muxlis. Britaniya banklari Rossiya aktivlarini ishlatishdan bosh tortdi. Kecha Buyuk Britaniya banklari muzlatilgan Rossiya aktivlarini musodara qilishdan bosh tortdi. Xususan Ukrainaga 8 milliard funt sterling o'tkazilishi kerak edi. Bu rejani bosh vazir Keir Starmer qo'llab-quvvatlagan, ammo Britaniya banklari bunga qarshi chiqdi. Ma'lum qilinishicha, Yevropa Ittifoqi rahbarlari muzlatilgan aktivlar masalasida kelisha olmagandan so'ng Britaniya hukumati mamlakatdagi muzlatilgan 8 milliard funt sterling, 9 milliard yevro miqdoridagi Rossiya aktivlarini musodara qilish rejasidan voz kechgan. Britaniya ommaviy axborot vositalari Ukrainaga yordam berish uchun muzlatilgan Rossiya aktivlarini musodara qilish rejalari haqida 1-marta dekabr oyining boshida xabar bergan. Bosh vazir Keir Starmer bu g'oyani qo'llab-quvvatlagan, ammo Britaniya banklari bunga qarshi chiqdi. Endi hukumat vakili Buyuk Britaniya bu masalada xalqaro hamkorlarsiz oldinga siljimaydi deb aytmoqda. Bunga nafaqat Yevropa Ittifoqi, balki Avstraliya va Kanada ham kiradi. Shu bilan birga Buyuk Britaniya moliya vaziri Reeves mamlakat endi Ukraina uchun zarur bo'lgan pullarni ta'minlash uchun hamkorlar bilan shoshilinch ish olib borishini e'lon qilgan. Xususan, hukumat Jahon bankiga kafolat shartlarini o'zlashtirish va 2 milliard dollar miqdoridagi majburiyatni 2026-yilga ko'chirish niyatida. Ukraina hukumati mamlakat uchun muqobil pullarni variantlarini o'z ichiga olgan bir rejasi ustida ishlamoqda. Bundan tashqari Buyuk Britaniya Ukrainaga harbiy xarajatlar uchun yiliga 3 milliard funt sterling ajratishga sodiq qolmoqda.